Ha, Kenaya Xormen. Yaxshi keldingizmi, Ferzoxon? Nima ovqat qilyapsiz Kenaya kechga? Mashg'ulotda solib qo'ygandim. Siz hamchi o'rganib oldingiz-da shu faqat suyuq ovqat qilishga. Oson-da, o'zingizni qiynagisi kelmaydi. Oyijondan so'ragandim, ular bilganingizni qilavering deganlari uchun mashg'ulotda solib qo'ygan edim. Bilasiz-ku, meni quyuq ovqat yaxshi ko'rishimni. Bugun ham suyuq ovqat qilganingizni qarang. Yemayman ovqatingizni. Ey, jimasanlarmi, yo'qmi? Jonimga tegib ketdilaring. Uxlamoqchimanman, muncha shovqin qilyapsanlar. O'qishdan charchab kelganman. Yo'qol xonangga ikkala o'ynam. Voy, kirlaring ichkariga. Qaramaysizmi, Kenaya, bolalaringizga jiyanim deb indamayapman. Hamma joy boshiga ko'taryapti-ku. Uxlamoqchimanman. Hop. Voy, Kenaya. Bularni ne bo'tga qo'yib qo'ydingiz? Uyga yengillik kiritgandim. Qale, chiroyli bo'ptimi? Chiroyli bo'lmabdi, menga umuman yoqmadi. Oldin qanday turgan bo'lsa, o'shanda joyiga olib borib qo'ying, tushundingizmi? Kenaya, men aytgan narsani zakaz qilib yubordinglarmi? Ha, Ferzoxon zakaz qilib, faqat Oyjon bilan akangizlar boshqasini tanlaganda, ularning yuzlaridan o'tolmay o'shanisini zakaz qilgan edim. Tushunmadim, Kenaya. Kecha kelib olib bizani uyga o'zingiz aytganingizni o'tg'izdingizmi? Voy Ferzoxon, nima deganingiz? Axir bu meni ham uyim-ku. Qanaqasiga siz uyingiz? Meni uyim. Men bu uyga erkak qizi, tushundingizmi? Kelib olib faqat o'zingizni yaxshi ko'rsatasiz. Sizni uyingiz onangiznikida, tushundingizmi? Tinchlikmi? Aka, ko'rmaysizmi xotiningizlarni? Meni uyim deylar, bizani uyimizni. Keling, to'g'ri aytayapti. Bu uy uni ham uyi. Men qatta bo'lsam, keling o'sha yerda bo'lish kerak. Hech hamda o'zlarini yaxshi ko'rsatyaptilar sizga. Akang juda ham to'g'ri gapiryapti. Qachondan beri sezib yuraman. Keningga juda ham zulm qilyapsan. Kun keladi, men o'tib ketganimdan keyin baribir sen shu uyga, keningni oldiga mehmon bo'lib kelasan. Shunda kening seni izzat ikrom qilib kuzatadi. Keningga bunchalik zulm qilishdan qo'rq. Ertaga sen ham kimnidir uyga kelin bo'lib tushasan, sen keningga qilayotgan zulmlaring o'zingga qaynisiningdan qaytishini o'ylagin. O'zingni o'rningni, haddingni bilgan qizim. Sen bu uyda mehmonsan, kening mezbon. Tez keningdan uzr so'ragin. Mayli, uzr Kenaya.